Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Bitta chiroyli oshxona nabor tayyor bo'ldi. Buni sizlarga men chiroyli qilib ko'rsatib qo'yaman. Lezvalari обойма pachimlikdan ishlangan. Обойма pachimlik mana shunaqa qop-qora turadi. Chini piyalaga qayrab ishlataverasizlar. O'zini qayrog'iga ham qayrab ishlasanglar bo'laveradi. Teri pichog'i, go'sht kesadigan pichog'i, mana bu yerda ikkita katta pichog'i, go'sht to'g'raydigan, bo'g'izlaydigan, qo'y so'singlar ham yaraveradi. Chopqilari ham bor, mana chopqilarda bemalol suvaylar chopaverasizlar. Chexollarni ham qora materialdan qilib, zo'r qilib tayyorlab qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Mana yozdirib beramiz. Xohlasanglar oldi tomoniga, xohlasanglar orqa tomoniga yozdirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya davlatlariga ham dastavka xizmatlarimiz bor. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin.